Cho'michli degan joyga keldik. Cho'michli degan qishloq bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin ekan. Hozir shu vaqtda ma'lumotlarni olamiz. Bu Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Cho'michli qishlog'i. Nima uchun Cho'michli deb atalgan? Qachonlardan odam yashaydi bu yerda? Lekin aynan qachon paydo bo'lganligida haqida ma'lumot yo'q. Real ma'lumot yo'q. Taxminan endi 1100 yillar oldin shu Qo'ng'irot urug'iga o'tadi. Bu Cho'michli qishlog'i Qo'ng'irot urug'ini ikkita ayollar nima Mahmadqul Bey degan nimasi bo'lgan, bey bo'lgan, endi boyi bo'lgan, juda katta nima oti bo'lgan. U kishining qo'ng'ir oti bo'lgan. Ko'pkarilarda har doim birinchi navbatda o'sha otsiz ko'pkarida uloq ayrilmagan. Uloqni birinchi o'sha ot ayirgan, o'sha zo'r ot bo'lganligi uchun o'sha Qo'ng'irotlar deb keyin nom berilib ketilgan o'sha Mahmadqul Beyni butun avlod ajdodiga. Shularda avlod ajdodimiz u kishini ikkita ayollari bo'lgan, ikkita ayollardan birinchisidan 3 ta o'g'illari bo'lgan, ikkinchisidan 2 ta o'g'illari bo'lgan. Birinchi xotinidan bo'lgan bolalarini birinchisini Aliqul Bey deydi, uni Qo'shtamg'alilar deb nomlangan. Ikkinchisini Joniqul Bey deydi, u kishini Oqtamg'alilar deyiladi. Xonjig'alilar degan 3-o'g'li bo'lgan, u kishini Haydarqul Bey deydi va ikkinchi xotinidan Mulla Murod Oyinlilar urug'i bo'ladi. 5-o'g'illari u kishini Jiyanqul Bey, u kishini Tortuvlilar deb shunaqa nima berilgan, ta'rif berilgan. O'shalardan bizlar kelib chiqqanmiz deb o'zimizcha nima qilib yuramiz. Keyin o'sha ikkinchi o'g'illar, birinchi xotinning ikkinchi o'g'illari Joniqul Beyning o'sha Oqtamg'alilardan Cho'michli degan o'g'illari bo'lgan. U kishini 9 ta o'g'li bo'lgan bo'lsa, o'shandan bittasini Cho'michli deb nomlagan ismini. O'sha ismlari, o'sha kishining ismlari bo'ladi. Shundan mana shu joylarda yashab o'tganligi uchun o'sha ismlariga qolib ketgan nom berilgan. 3218 ta aholi bor, 660 ga yaqin xo'jalik. Ikkita o'rta ta'lim maktabi bor. Birinchisi bittasi mana ko'rib turganimiz mana shu 26-sonli Cho'michli qishlog'ida, ikkinchisi Zangibo'g'o qishlog'ida 76-sonli maktab. Shu qishloqda o'zidan mana shu hozir aytib o'tilgan shu 600 ga yaqin xo'jalik, hali bizlar turistda xo'jalik bo'lgan paytlarda hisob kitob qilganimizda 70 dan ortiq oliy ma'lumotli shifokor chiqqan mana shu qishloqdan. Hozir sanasangiz 70 dan ortiq oliy ma'lumotli shifokorlar qishlog'i desak ham bo'ladi. Bizlar tumonda bemalol maqtanib yursak bo'ladigan darajada. Mana hozir ularning izdoshlari, shogirdlari yetishib kelyapti. Mana shu yana 4 ta professor, doktor chiqdi mana qishlog'imizdan. Biz bundan juda minnatdormiz, xursandmiz. G'uzor tumaniga borib o'sha bolalar, mana o'quvchi bolalar repetir qatnaydi-yu, shuning bir 70% oliy ta'lim nimalariga kiradi, o'qish joyiga kirib ketadi. Shu oliy ma'lumotli bo'lmasak, bizlarning bir tomonimiz kamayib qolgandek bo'ladi.